Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlarga eng zo'r kvartiramizni havola etmoqchimiz. Kelesi yo'li boshlanishi, Kelesi mostidan tushib yurishimizda yo'l yuzida joylashgan 96 kvadratdan iborat 3 xona, yangi remont qilingan xonadonimiz, 7-qavatda joylashgan, yangi mebel va texnikalar bilan jihozlangan, konditsionerlar qo'yilgan. Отопительная sistema qadrli do'stlar. Navbatdagi xonamiz Родительский yotoqxona, подсветка освещениyalar qilingan. Kreativniy podxod bilan yondashgan, balkonlari mavjud, отоплениyalar qo'yilgan. Dushovый formatda o'zini sanuzel, уборныйlarimiz, sensorli oynalar. Koridorimizda полный стройный mebel, освещениyalarga отдельно e'tibor berasizlar. Juda ham chiroyli qilingan, qadrli do'stlar. Bu yoq bo'lsa детский yotoqxonamiz va har bir xonamiz ko'chaning yuziga, ya'ni katta yo'lga qaragan. Obzorimiz juda ham go'zal. Endi navbatdagi xonamiz ayollarimiz eng sevgan xonalardan biri, oshxonamiz. Oshxonamizda ham kuxni garnitura, steranli mashina, stol, холодильник, barcha jihozlar, необходимый narsalar bilan jihozlangan. O'zini balkoni, mikrovolnovая pech, паровая духовка, gazовая plita, вытяжкаlar bilan jihozlangan qadrli do'stlar. Patoloklarimizga отдельно e'tibor berasizlar o'rtoqlar. Endi balkonga ham tek qadam ranjida qilamiz. Mana Kelesi mostiga qaragan joyi, bu yoq taraf dalishga turamiz. Pastimizda общий parkovkalarimiz mavjud, прилагающий parkovkalar. Bu yoqdan chiqib yurishimizda ikkinchi sanuzelimiz, ya'ni общий sanuzel, vanna formatda qilingan, уборныйлari, sensorli oynalar qo'yilgan. Endi tashqi obzorni qilib beramiz. Toshkent markazidagi unchimcha elitniy novostroykalardan hech qanaqa parametrlari bilan qolishmaydigan ushbu xonadonimizni narxiga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, 125 ming AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joyi bor. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.